Bu ma'lumotni sizga aniq hech kim aytmagan. Fermani to'g'ri tashkillashtirish bo'yicha zo'r ma'lumot beramiz. Videoni oxirigacha ko'ring. Bu videomiz aynan yaqinda parrandachilikni boshlab, ferma solaman, ob'yomni kattaytiraman, 9 ming, 10 ming, 20 minglab jo'ja boqaman deb yurgan xaridorlarimiz uchun bo'ladi. Jo'ja boqishda fermani to'g'ri tashkil qilish va pulni to'g'ri sarflash eng muhim jihati hisoblanadi. Agar siz ko'proq miqdorda jo'ja boqishni niyat qilgan bo'lsangiz, sizga avtomatik suv berish va donlash uskunalar qo'yishni maslahat beramiz. Albatta standarti bo'yicha oralari 240, devordan 120 sm qochirgan holatda ko'radigan bo'lsangiz, bu standart bo'yicha to'g'ri hisoblanadi. Bundan keyingi ahamiyatli jihat esa isitish va sovutish texnikalarini to'g'ri qo'llash. Kvadratingizga qarab pushkalarni to'g'ri joylashtirasiz. Bir yon tarafini gofrali sovutgichlarni qo'yadigan bo'lsangiz, bir yon tarafini обязательный sirkulyatsiya uchun parriklarni to'g'ri qo'ygan bo'lishingiz kerak bo'ladi. Ushbu avtomatik uskunalar sizga havo haroratini to'g'ri taqsimlashda va to'g'ri kontrol qilishda yordam beradi. Albatta, fermangizning ob'yomini qarab, har 10 metrdan yoki har 7 metrdan gradusnik qo'yib qo'ysangiz, fermani har xil burchagida harorat har xil bo'lishi mumkin. Sirkulyatsiyani ham to'g'ri ta'minlash uchun fermani yuqoridan shunga o'xshagan shamol parriklarni albatta joylashtirishingiz kerak. Yana bir ahamiyat berishingiz kerak bo'lgan jihati, fermani jujavermasdan oldin to'liq dezinfeksiya qilishingiz kerak bo'ladi. Va albatta to'g'ri tanlov bu to'g'ri jujayverish. Ya'ni broiler nasli bo'lsa, Ross 308 hozirgi kundagi eng optimal yechim hisoblanadi. Batafsil ma'lumotlar uchun YouTube kanalimizga o'tib obuna bo'lib qo'ying va albatta sizga to'liqroq maslahat kerak bo'lsa, bizning markazimizni mutaxassislar bilan bog'laning.